Salom hammaga, sizlar bilan Dils kanali. Hamma tinchmi? Ahvollar yaxshimi? Hamma qo'llab-quvvatlagan uchun rahmat. Xo'p, bugun sizlar bilan tanga yig'amiz. Xo'p, birinchi o'yinimiz. Shu o'yinni kesib tashlayman. 3000 ga yaqin Yamal uchun tanga yig'ib qo'yamiz. Qani go. إنها تشكيلة 4-4-2. Shu joyda o'yinni to'xtatib turaman. Qo'l mana bitta Portoni 3-ga sog'aytirdim. Reklama ko'rib olamiz. Ularni toza vaqtlaringizni olmasligi uchun toza qilib. Xo'p, mana do'stlar, reklamani ko'rib oldik. Buni bosib olamiz. Xo'p. Bruno Fernandes ketdi. Hozirchalik uni olishga o'ylab qarasak zo'r futbolchiga, lekin kerak emas. Bizlar Yamal va Rafinhani olishimiz kerak. Kundeni oldim. Kunde ajoyib o'ynayapti. Yana qaysi futbolchini oldim? Lewandowskini ham olgan edim. Robert Lewandowskini. Dvigatel holati uchun xavotir olmaslikning eng oddiy usuli bu avtomobilingizni muzeyga topshirishdir. Ammo aqlli usul Sintek motor moyini Molisynth texnologiyasi bilan ishlatishdir. Molibdenning mana pul ko'paytirib oldik. Hop, 2126 ta bo'ldi. Yana bir narsa aytib o'tishim kerak. Live o'yinlarda tier 7 gacha ko'tarila oldim. Kecha uni yozib olib, ekran yozuv qilib olib qo'ymoqchi edim, ammo vaqt bo'lmadi. Shoshib o'ynadim. Albatta men bu chempionatni bugun qo'yamiz. Bu chempionatga 6 soat 22 minut qolibdi. Hozir ertalab o'ynayapman. Xo'p, 6 soat qolibdi. Albatta qo'llab obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana shu narsani otishni ko'rsataman. Bu ham ertagami joylanadi. Hammaga rahmat. Mana sizlar bilan 2100 gacha yig'ib oldik. Akkauntni ko'rdilaring. Hammasi yaxshi, futbolchilar olinyapti. Rafinha va Yamal olinadi. Charchamanglar. Sizlar bilan Dils kanali bo'ldi. Qo'llab obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar.